Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Yana bir ish o'z yakuniga yetdi. Bu yerda manzili Farg'ona yo'lida Yozyovon tumani bo'ldi. Bu yerda 2,5 metrga 230 eshik va bilan romanni qo'ydik. Zalotoy dub akfa alyuminiydan bo'lgan. Tashqari ko'rinishi 70 santimetrli alkafon qo'yilgan. Bitta ochiladigan, yana bitta ochiladi. Tepada fortichka, mayog'ida 2 qanotli eshik. Akfadan bo'lgan, ham yo'yasida. Xo'p, eshikdagi gullayni bo'lgan. Tepalari oddiy yo'diviy. Shu ko'rinish. Ichkari ko'rinish bu. Bu ichkaridan bitta ochiladi bu. Nasıl? Bitta ochiladi. Bu fortichka. Fortichkani ham boshqa ochiladigan bo'lib qo'ydik. Buni narxi keladigan bo'lsa 5 million so'm bo'ldi. Bu yerda tashqaridan tushiramiz. Hop, bu yerda 120 ga 230 li bitta eshik. Hop, 140 ga 230 yana bitta rom bo'lgan taylar bilan. Narxi o'sha joy olib kelib o'rnatish ham o'chida bo'lgan 5 million bo'lgan fortichka ochiladigan eshigi bilan bo'lib. Kimga shunaqa eshik rom zarur bo'lsa, bir nomer yozib qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Like va podpiska bosib qo'llab-quvvatlab olasizlar.